juda ham muhim bo'lgan ruqiya, duo. Agar kimni boshi, qo'li, har qanaqa joyi og'risa, dori ichishdan oldin shu ruqiyani o'ziga qilsin. Allohga qasam ichib aytaman, aniq foydasini ko'rasiz agar iymon bilan shu duoni qilsangiz. Chunki mana Rasulullohning masjidlarida turibman. Shu masjidning egasi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'rgatganlar bu ruqiyani. Sahih hadisda keladi. Ruqiya qanaqa? Misol uchun boshingiz og'ridimi, qo'lingiz og'ridimi, yuragingiz og'ridimi? O'sha og'riyotgan joyga qo'lingizni qo'yasiz. Qo'lingizni qo'yib 3 marta bismillah deysiz. Bismillah, bismillah, bismillah deysiz. Keyin a'udhu bi'izzatillahi va qudratihi min sharri ma ajidu va uhadhirni 7 marta aytasiz. Demak, yana bir marta qaytaraman. Og'riyotgan joyimizga qo'limizni qo'yamiz. 3 marta bismillah, bismillah, bismillah deymiz. Keyin 7 marta a'udhu bi'izzatillahi va qudratihi min sharri ma ajidu va uhadhir deymiz. Alloh taolo hamma kasallarga, dardi borlarga Allohning o'zi shifo bersin.